Elmurod yaxshimisan? Yo'lga chiqdik. Ma'mulda xalq qilaman. Ustoz menga farqi yo'q. Tushunashda-ku, jo'lanagan bilan billa bo'lsalar ham bosaveramiz. Oldin siz keling Dubayga. Dubayga ketib shozonagan hozirmi? Issiq bo'lsa, unisiga qimmat bo'lsa. Mana u Elmurod Dubayga keldik Dubayga. Qanisan? Qoyil lekin. Qoyil lakatsa tashlang, boraman ko'rishamiz. Ustoz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bo'ldi, kelganingizga 100% ishondim. Hozir oldingizga ketyapman, borib kutsinashamiz siz bilan. Kutsinash bilan o'rtoqlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Dubayda ustozimni topib oldim. Hozir men undan o'ynayman. O'rtoqlar, mana Dubayga ustozim aytgan gapini ustidan chiqib keldi, qoyil qoldim. Mana shu uchun keldi. Ko'p gapirma. Hozir endi o'sha va'da. Hozir KFC'ga keldik. Hozir agarda yutqizsang, KFC'ni olib berasan, pulini to'laysan. Hammasini tushundingmi? Lafzing bor-a? Bor. Nima deding? Uni Jo'lan kiloyli bitta bo'lib deding, ol jo'lan. Yo. Va'da berdingmi? Gapirdingmi? Kiloyli beraman. Mana. Tushunashda-ku, jo'lanagan bilan billa bo'lsalar ham bosaveramiz. Tushundingmi? Bir kuch. Bo'ldi, yutqizding. Shartimni bajaraman degan. Mana hozir ertaga menga bilet olib beradi Toshkentga qaytib ketishimga. Ertaga. Dollaringga o'zlaring qachon? Yo'q, kelishdik. Men 5 kun shartdaman. Yana yo'q, atmay qilasan, ertaga biz bilan qaytasan. Ertaga KFC'ga ham pulini to'laysan. Ertaga men Toshkentda hech kim kutib olmaydi meni. Toshkentda mashina zakasi qo'yib, mashinaga o'tirib, uyimizgacha olib borib, yaxshi dam olinglar, sog' bo'linglar, ustozlar. Ikkinchi siz bilan gar o'ynaganim bo'lsa, deysan, krossovkangada, tamom. Yo'zi chillasi, Dubayda dam olishingga. Bo'ldi, ustoz. Bo'ldi. Rahmat, yelim, baraka top. Qo'nim shishib ketdi ularga. KFC'ni yedik. Bu birinchisi endi tugadi. Ertaga chiqadi. Birinchi bizdan oldin chiqib oladi ko'chaga. Bitta Mercedes tegida xush kelibsizlar Toshkentga ustozjonim deb xuddi kutayotgan kishi bu babichkalardan o'tkazib uyimizgacha olib borib tashlaydi. Men uni bilaga Vyetnamga ham borib kelsak bo'lardi.